Bismillahirrahmanirrahim. Qarindoshlar, hemşeriler. Bugün Uluq Ramazan'ınki 24-nji kecha burun keldi hammamiz bilamiz. Biz Ramazan'ınki ahirki 10'da turbatimiz. Bu ahirki 10'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlarga Leylatul Qadr kechasini izlashni alohida tavsiya qilgan, topshirgan. Ahirki 10'da biz bu Leylatul Qadr kechasini izlashimiz, shunga tayyorlik qilib ibodatlar o'tkazishimiz lozim. Shu ibodatlarning ichidagi eng ulug' ibodatning birisi amr ma'ruf nahiy munkar masalan. Yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish masalasi. Yaxshilikqa buyuramiz, yomonlikdan to'simiz. Nima uchun desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Estaizu billah vel tekum minkum ummetun yad'un ilal khayr ve ya'murun bil ma'ruf ve yanhaun anil munkar. Sizlardan bir bilik kishilar yaxshilik buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan bo'lsin degan. Buni hamda bir bilik deganni ulamalar bir bilik degan bu bir qism kishilar degan bo'lmasdan har bir kishi ayrim holatda yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish, da'vat, tashviqot olib berish, amr ma'ruf nahiy munkar qilish farz deb buni tafsir qilgan. Chunki minni bu yerda minkumlik minni bayon uchun kelgan deb tafsir qilgan. Xuddi pajtani bir rizminal avsani degan oyatdagi butun iborat bo'lgan nejistincha sizlar yiroq turinglar degan shunun oyatdagi shu minni bayon uchun kelgan degan. Endi buni deb qo'yishim biz ulug' kunlar turibamiz. Bu da'vat qilishni iborat, da'vatni anglashni iborat bu farz ibodatga sal qarasak bo'lmaydi. Bizda ham shu hozirgi kelishlik bizdagi chiqayotgan chatoq nima desa, avval nimani qilish kerak? Eng avval muhim qaysi shuni bilolmay, eng muhimni qo'yib muhimni qildigan yoki farzni tashlab qo'yib sunnatga eslab oldigan, sunnatni tashlab qo'yib mustahabga eslab oldigan ahvollar hammamizda bor. Shunga buningdan biz nayetdelikli alohida diqqat qilishimiz lozim demoqchi. Bugun endi bu sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tema nima desa, oshqulluq, ya'ni xavarij idisi va uningki ijtimoiy jamiyatga bo'lgan ziyonlari, ya'ni musulmonlarga bo'lgan ziyoni bu haqda to'xtalmoqchi. Demak, endi biz bu yerda xavarij idisidan boshqa ayrim shundachu ozg'un firqlardan nima qilgandek, ogohlantirgandek Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam alayda ogohlantirgan bizni. Demak, biz oshqon bo'lsak texi bo'lmaydi, tushkun bo'lsak texi bo'lmaydi. Xavarijlik degan bu nima desa, Peygamberimizning davrida Zulxuvaysira degan bir kishi Hunayn urushidan olgan g'animatlarni Ja'ran degan yer Peygamberimiz taqsim qilib, ma'lum kishilarga bergan, ba'zilarga bermagan. Shuning bilan "Adil ya Muhammad, sen adillik qilmading sen" deb Peygamberimizga norozilik bildirib qarshi turgan. Peygamberimiz "Men adillik qilmasam kim adillik qildi" degan. Shu vaqtning o'zida bu kishi o'zini to'g'ri qildim deb o'ylagan, lekin bu xato. Chunki Allohning elchisi qanday taqsim qilsa, taqsimot bo'yicha bo'ladi bu. Hammasning hikmat bor, bu vaqt to'xtalmaymiz. Shu vaqtdagi taqsimot nihoyat adil holatda elib berilgan edi. Demak, endi xavarijlar shu vaqtni tortib maydonga kelgan. Ondan keyin Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhu o'tirishdagi urushda, Siffin urushi, bu 657-yili. Demak, mush urushdagi bo'lgan ishlarda bular ittifoqlashib birlikka kelish haqida shuyadagi sahobalarni buni ayirib qo'yishni, shularni kelishtirib qo'yish haqida bir yarashtiruvchi, kelishtiruvchi saylagan. Buning qarta bo'luvchi xavarijlar qarshi chiqib buningga bu Ali radhiyallohu anhu boshqa kishilarni hukm qilishga nima qildi? Uni ma'qul dedi. Qur'onda inil hukmu illa lillah deb tursa, hukm faqat Allohga xos, Alloh hukm qilgan tursa, nima uchun buni hukm chiqirdi degan nihoyat yuzaki xato tushuncha bilan bular maydonga chiqqan. Endi xavarij desak, biz ham ya hadisni inkor qildigan, ya bir tafsirni masalan e'tirof qilmaydigan mana kishilarlar deb o'ylasa qilmaydi. Ashulimi xavarij. Lekin bular biz o'ylamagan yerdan chiqib qanday holatda mingan desa, bular hamda oyatga hadisga pek ching esildigan, ziyoda g'ulu ketgan,
ya'ni haddidan oshirib o'tgan, chekidan oshirib o'tgan holatda. Bularning sifatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuvandagi hadislarda alohida degan. Shuni biz bu jihatda buning alohida diqqat qilishimiz bu intayin muhim. Bundan da biz yana nima deganda hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini deyishdan burun Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda bizga nimani buyurgan desa, Surah Hudning 112-oyatda "Fastaqim kama umirta va man taba ma'ak va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir" dedi. Sen dedi buyurilgandek, estağfirullah. Sen buyurilgandek to'g'ri yo'lda mang'in dedi. Fastaqim degan tüp-tüz to'g'ri yo'lda mang buyurilgandek dedi. Endi buyurilgandek deb qo'yishning sababi nima desa, Allah'ın elçisi buyurgandek mangmay özümüzün to'g'ri yo'l deb o'ylab qolsaqmi, bu xato bo'lganlik bundan chiqadi. Qarindoshlar, bu diqqat qiladigan masala. Nurg'un kishilar o'zini bak to'g'ri yo'lda mangdi deb o'ylaydi, amniyatda Allah'ın elçisi ko'rsatgan yo'lda mangmay, undan keyin o'zi men sirat-i mustaqim deb o'ylaydi. Men pastaqim kama umirta degan mush oyatga tushdim deb o'ylaydi, lekin bunga udlik yemaydi. Shunga sen tüz yolda, to'g'ri yo'lda mang'in deblan qo'ymasdan Alloh taolo kama umirta buyurilgandek to'g'ri yo'lda, tüz yo'lda mang'in dedi. Va sana imo etgan sen bilan billa Allah'ningki elchisi imo etgan ma kishilarmi to'g'ri yo'lda bo'lsin degan bo'ldi. Vala tatg'av. Yani chekdan oshirib o'tmanglar dedi. Chekdan oshirib o'tmanglar. Allah'ın çeklimlerinden çıkıp ketmanglar. Allah subhanahu wa taala qilmishinglarni ko'rib turg'ish dedi. Hamda meni Alloh taolo ko'rib turdi, bilib turdi. Endi shuni bu chekdan oshirib o'tmang deydi desa, insonning tabiati, xarakteri chekdan oshirib o'tishga, bak oshirib qilishga bir narsa bunga nihoyatda mayl. Yana bir oyatda Alloh subhanahu wa taolo ya ahlul kitob la tatg'aw. Ya ahlul kitob la tag'lu fi dinikum masalan. Yana bir oyatda ahli kitob bilganlar diningizcha hadidni oshmanglar, chekdan oshmanglar dedi. Chekdan oshmang deyishda hamda chekdan oshirib o'tishmi xato. Va chekdan oshirib o'tmay tushib ketishmi xato. O'tir hal yo'lda minishimiz lozim. Oyatda Alloh subhanahu va taolo va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada degan. Biz sizlarni deydi Alloh taolo ummat vasat dedi. Adil bir ummat qildik dedi. O'tir hal yo'l tutmagan bir ummat qildik. Letekunu shuhada dedi. Sizlar guvohchilar bo'lishinglar uchun dedi. Endi bu yerlik masala fastaqim kama umirta degan buyurilgandek sen nim qilgan, to'g'ri yo'lda mang'in. Va senga imo etgan Allohning birlik borligini tunugan kishilar o'sha to'g'ri yo'lda bo'lsin. Sizlar hammanglar nima chekdan oshmanglar. Allohningki cheklamlarni eshib chiqib ketmanglar degan bo'ldim. Alloh qilmishinglarni qilguchi ko'rib turguchi. Yana bir oyat Alloh subhanahu va taolo mesela Sura An'amning 153-oyatda va anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu dedi. Va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun dedi. Haqiqatan bu mening yo'limdir. Bu yo'lim qanday yo'l? Mustaqim. To'g'ri yo'limdir bu. Eng to'g'ri yo'l. Demak bu yo'lga ergishinglar dedi. Sizlar dedi. Nima? Noto'g'ri bo'lgan har ismda, har dabdabilik nomlar qo'yilgan boshqa yo'llarga ergashmanglar dedi. Boshqa yo'llarda mangmanglar dedi. O yo'lda mangsanglar sizlar nima qilasizlar? Ezib ketasizlar. O yo'l seni ozdiraydi. O yo'lning oxirisi yo'q. Chataq chiqadi dedim. Shunga hamda bu Alloh subhanahu va taolo bizga yo'lni ko'rsatib berdi. Payg'ambar avatdi. Payg'ambarga Qur'onni bilib tushirdi. Bizningki asosiy qonunimiz, dasturimiz 23 yil jarayonida bir-birlab nima qildi. Ehtiyoji qarta tushdi. Mana shu biz turayotgan oyda shahr Ramazonil unzila fil Qur'on. Shu Ramazon oyida Qur'on tushgan dedi. Yana Laylatul Qadr kechida Qur'on nima qildi? 1-qat osmonga, 7-qat osmondan tushdi. Masalan. Demek biz shu Qur'onga amal qilishimiz lozim. Qur'onni hayotimizda tatbiq qilishimiz lozim. Shu payg'ambarimizning axloqini so'raganda kana xuluqul Qur'on degan. Aysha radhiyallohu anha. Payg'ambarimizning axloqi shu Qur'on. Ya'ni yerda mangdigan Qur'on degan. Demek bu to'g'ri yo'ldan biz
O'zimiz xohlagancha kallamiz bo'yicha ma to'g'ri yo'l desak bo'lmaydi. Qur'onda hadis ko'rsatgani shu to'g'ri yo'l. Qur'on hadisda xato deguncha o to'g'ri yo'l emas masalan. Endi ba'zi kishilar bor, masalan, naati o'zim yaxshi ish qildim deb o'ylaydi. Bayatni deyilgandek masalan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala masalan oyatda allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dedi. Sura Kahfning 103-oyatda Allah subhanahu va taolo dedi, sizlarga dedi. Shu amal jihatda eng ziyon tatgan kishini sizlarga men xabar berayman, deb berayman dedi. O'zi amal qilgan, amali bor, tag'dak amallarni qilgan, lekin ziyon tatgan. Amal jihat ziyon tatgan kishi. Bu qanday kishilar desa, ular hayot dunyoda-chi amallar yo'qqa chiqqan. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Hayot dunyoda amallari yo'qqa chiqqan, xato yo'lda mangan dedi. Xato yo'lda mangan. Va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dedi. Alloh taolo yana oyog'da ular o'ylaydiki, bu eng yaxshi qildik deb o'ylaydi. Biz yaxshi qilyapmiz, yaxshi to'g'ri yo'lda menyapmiz deb o'ylaydi-yu, lekin bu-chi hayot dunyoda bu xato yo'lda menib qolgan dedi. Xato yo'lda menganni az deb o'zi shu xato yo'lda turib, eng-chi men to'g'ri yo'lda deb o'ylagan kishi bu amal jihat eng ziyon tatgan kishi dedi. Shunga qul hal nunabbiukum bil a'malin bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mana mushun ichidagi mushu o'zicha amallari hayot dunyoda xato ketgan. Lekin o'zincha yaxshi to'g'ri ish qildik deb o'ylaydigan. Endi hozir qarab boqadigan bo'lsak, hamshirlarimiz, qarindoshlarimiz hammadan men to'g'ri qildim. Bizning bek to'g'ri. Men tutib mangan yo'l, men qilgan amal ibodat hammadan yaxshi deydi. Bunda desak, o'zimizga tamanno qo'ygan bo'lamiz. Biz Qur'on hadisga qaytishimiz lozim. Allah subhanahu va taolo Qur'on dedi: "Ama atakum rasulu fakhuzuhu ma nahakum anhu fantahu." Payg'ambar sizlarga nima deb kelsa, shuni tutinglar. Nimadan cheklasa, unda yana ol degan. Biz bunda bo'lishimiz lozim. O'zimizning havo yemisiga mos, o'zimizga moddiy jihatdagi manfaat uyg'un kelib qolsa, buni-chi voy zot anda yaxshi, menda yaxshi deb uni ko'taradigan. O'zimizcha umrga vaqtimiz kelsa, umrdek ulug' ibodat yo'q deb uni ko'taradigan. Bir ishni qilmoqchi bo'lsak, shu ishchi eng ulug'dir deb uni aloq suradigan manda bo'lsa qolmaydi. Lekin Qur'onda, hadisda nima ulug' deb deyilgan bo'lsa, nima eng muhim deb qaralgan bo'lsa, shuni biz oldiga chiqishimiz lozim. Shunga shu hayot dunyoda xato yo'lda mab eng yaxshi to'g'ri qildim deganlar ishda nima mush xavorijlar. Xavarij degan bu lug'atdan nimamiz bilamiz, bizning tilimiz mo'y xavarij deb qo'ydi ba'zi. Deyiladi. Xavarij degan dindan chiqqan, itoatdan chiqqan degan bo'ldi. Ammo kichik ish emas, xavarij. Bularni o'zicha eng zalim biz to'g'ri qildik, to'g'ri ma'noda eng ching tutdik. Baklam dinni biz haqiqatancha uyg'uladik. Qavalla, fasiq yoki murtad yoki kafir deydigan manda holatda mingdigan kishilar bu. Boshqalarga to'nib pishadigan, o'zincha buning ishiga qatmaydigan, bak taqvo deb o'ylaydigan. Bularningki ma'lum sifatlari bor. Buni biz mushtasida inshaalloh o'rtoqlashamiz. Bu xavarijlik, murjialik, ilmonilik, demokratiya va boshqacha nurg'unlagan, endi havo heves bilgan qonun prinsiplar islomga qarshi, islomga uyg'un kelmaydigan yo'lning hammasi bayatni biz degandek wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sizlar o islomningki yo'lini qo'yib, islom dini yo'lini, dinni qo'yib, boshqa yo'llarga ergashmanglar. Sizlar bu yo'llar sizlarcha to'g'ri yo'ldan qildi, ozdirdi degan yo'llar shu. Xavarijlik, murjialik, dunyoda nima ta'sir haqni topmoq bektas, haqni ching tutmoq undan bektas. Shunga biz davomliqcha Qur'on hadisni qalbimizga naqsh qilib uyishimiz, da'vat tabliğini anglashimiz lozim. Demak, bu yerdagi bizga nima masala deganda hamda, nima masala deganda qarindoshlarimiz mana bu shunday holatdiki, o'zini nihoyatda to'g'ri deb o'ylab, bak to'g'ri mangdim deb deydigan. Lekin amaliyotchi allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Hayot dunyoda ularningki amallari yo'q chiqqan. Xato yo'lda menib qolgan kishilarimizmi, oramizdami yo'q emas. Yana bir oyat Allah subhanahu va taolo dedi ya:
Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Her guruh, her iqim, her jamoatço o'zininkicha ba ideya, qarash, qilayotgan ishdan farih. Bak xushal o'g'ich, biz degan bek to'g'ri qildik deb. Bu masalalarga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shayton nima uchun azdi, nima uchun bu adu mubin bo'lib ketdi? Shayton Alloh subhanahu va taologa ana xayrun minhu dedi. Men u odamdan yaxshi. Xalaqtani min narin, xalaqtahu min tin. Oyatning o'zida. Meni o'tni yaratding, uni sen-chi Allohni yaratding, tobini yaratding. Anda falsaf so'zildi bu. Takabburlik bilan. Shunga insonchilik qilib qolgan ba'zi gunohlari havo havasi bilan inson nafsining kayniga kirib qilsagan bo'lsa, buni Alloh tövbe urdi. Lekin takabburlik bilan, cho'ngchilik bilan, menmanchilik, men degan kimdim? Men degan olim ulamo, men degan mujohid, men degan boy, anda pul xajlayotdim, munda qilyotdim. Men degan manchiqetim, haj qilyotdim. Manchiqetimcha men bunda jihad qilyotdim deb kibri, takabburlik bizcha shakllanib qolsa, ya ujbi, o'zimizning amalga men xili jiqish qiptiman, savob xaltamni to'shab biyag beribdi deb o'ylaydigan o'shib qolsa, Alloh saqlasin. Bu ig'ir jinoyat. Shun biz o'zimizga menmanchilik o'zimiz nihoyatda cho'ng o'ylaydigan ishni qilmasak bo'ldi. Biz Allohninki ne'matiga qarta, Alloh bizga bergan ne'matga qarta, buningki 100% shukronasini biz ado qilib bo'lmadik. Bizning ne'matlar bek ko'p. Bu vaqtda ayrim bilkim to'xtalamiz, burunma to'xtalgan. Shu anda bu yerda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirgan nurg'unlagan azg'urlik yo'llari va bu yo'llarning ichidagi eng xatarli yo'l xavorijlik yo'li. Xavorijlik bu insonni tuydumay, bildirmay dindan chiqarib o'tadi. Tuydumay, bildirmay qarindoshlarga qarshi chiqib qo'ydi. Tuydumay, bildirmay bunday kishilar oxirigacha desa, o'zining oilasini vayron qiladi. Dinni normal tushungan olmaydi bunday kishilar. Kibr, takabburlik shakllandi. Bularningki ahvoli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda tuvandicho degandek endi. Bu odamda xavorijlarningki tarixiy ahvolini biz kuzatgan bo'lsak, Payg'ambarimizning davrida Zulhuvaysira chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga endi dedi. Payg'ambar alayhisalomni adolatli ish qilmaydi, adil emas desa, Payg'ambarimiz va Payg'ambarimizning tutib mangan yo'liga, sunnatga haqorat qilsa, oyatga haqorat qilsa, islomga haqorat qilsa, bunday odam iymondan chiqadi. Endi desek ham faqat bir iymon etib qo'ysalar iymondan chiqmaydigan, faqat bu kafir qilolmaydigan darajada bunday emas. Oyatda astag'firullah, qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Degan ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam har bir muxotab, har bir kishi Allohga, Allohning oyatiga, Allohning elchiga sizlar buni masxara qilyapsizlar. Kuntum tastahzi'un. Masxara qilib, zangli qilyapsizlar sizlar. Molla degan, bu oyat degan bilan, bu odil emas. Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqorat qilgan. Manda qilsa iymondan chiqadi. Bu oyatning o'zida bor. Qad kafartum ba'da imanikum. Sizlar mu'min bo'lib bo'lgandan keyin kafir bo'lib ketdinglar deydi. Bir iymon etib qo'ysam, menga turgan bizimcha musulmonning avlodi yo'q. Anam andada, anamning onasi, dadamning dadasi munda deb bir mo'j hikoya qo'ygan, lekin to'xtamay maqola yozib islomni so'kadigan, musulmonni so'kadigan, hijobni so'kadigan, islomiy shuarlarni so'kadigan, Qur'on kursini so'kadigan, ma'lum kishini, ma'lumcha axloqni, ma'lum xatolikni so'ksa buni qilmaydi. Lekin umumatdancha bu Allohning oyatini, Allohning elchisiga zangli qilish, buni haqorat qilish iymonni chiqaradi. Buni diqqat qilish lozim. Shu xavorijlarningki sifatlaridan bir qancha sifatlar o'zimizda bormi yo'qmi qarab baqsak bo'ladi. Hatto Umar radhiyallohu anhu ikkinchi xalifa Odil Umar deb nom olgan, nurg'unligini fath qilgan. Shu kishi o'zincha men munofiqlar orasida bormi yo'qmi ya Huzayfa deb Huzayfa radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom nima qilgan? Munofiqlarningki tizimligini deb bergan. Men bormi yo'qmi deganda Huzayfa radhiyallohu ya sen yo'q degan. Endi xotirjam bo'ldim degan. Biz davomli shu o'zimizni tekshirib tursak bo'ldi. Bizning nifoq bormi yo'qmi, munofiqlik, ikkiyuzlimchilik bormi yo'qmi, xavorijlik bormi yo'qmi? Bu xavorijlar amal qilmaydigan kishilar emas. Bular ajoyib amal qildi. Bularningki hadis chiqdi hozir. O'qiyotgan Qur'onlarga qarab, qilayotgan ibodatlarga qarab, tutayotgan ro'zlarga qarab, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki,
Zulhuvaysimni ko'rsatmadi. Buning o'xshashlari Peygamberimiz 1400 yil ilgari bizga alayda eskartdi. Eskartib dediki, bular nish qildi? Qur'on o'qiydi. Nəhayət güzel. Bu Qur'on ularning bo'g'izdan o'tmaydi. Keletning qalbiga yetmaydi, qalbiga bormaydi bu. Bak chiroq o'qiydi Qur'onni. Bak ko'p o'qiydi. Bularning ro'zisi, sizlar o'zingizning ro'zisini, bularning ro'zisining oldida, tutgan ro'zining oldida o'zingizni kemsitib solasizlar. Bular nəhayət bak ro'zini tutishga dushanba, payshanba, zada ro'zini bak tutib qiladi. Ularning ro'zisining oldida o'zingizning ro'zisini sizlar nəhayət biz ro'z tutamabdimiz deb o'ylab qolasizlar. Anadaki ularning namoz oldida sizlarning namozinglar o'zingizlar nəhayət namozni biz bak az o'qiyotganmiz, biz taqvolik yo'q ekan deb qolasizlar degan manda daraja. Buni shu o'qmoq ketas. Xavorijlarni tushunmak. Bunda qarasak bular nima ish qildi desa? Ibodatga necha hassa. Shu odatdagi normal ahli sunniy bo'lgan musulmonlar nechasi ibodatga pek birildigan. Bu deganlik ibodat qilmanglar deganga biz xato tushunilmasin. Lekin normal qilsak bo'ldi. Idealik masala bu. Bularning sifati yaqtuluna ahlal islam, yad'una ahlal awsan deydi. İslam ahlini o'ltirdi. Musulmonlar uchun kafiriz deydi. Musulmonni o'ltirdi. Lekin butparastlarni, xristian, yahudiylarni, o'lni qoldirib qo'ydi. Ularni o'ltirmaydi deydi. Yani bunun ma'lum bir nimasi bor, shuni hozir o'rtoqlashamiz. Demak, ham dinda chekni eshish, buningda bu xavorijlar degan Allohga itoat qilishda, ibodat qilishda, ko'rinishda bular buni qilmaydigan kishilarimiz bak qildigan kishilar. Bular dinni bek ching tutadi deydi. Dinning hukmini qattiq tatbiqlaydi o'ziga. Alloh chekilgan narsani yiroq turdi. Har qanday bir xatolik tushib qilishdan shu o'zini tatidimdi. Lekin bularning sichcho bular shu amallarni qilib, men qanday bo'ldi deganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dediki, "Yaqra'unal Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay va la siyamukum illa siyamuhum bi shay" dedi. Ular Qur'onni o'qiydi, sizlarning qiroatinglar ularning qiroatining oldida hech nima emas dedi. Ularning ro'zasi sizlarning ro'zalaringiz hech nima emas. Bu degan tutmang, qilmang degan gap emas. Lekin bu ibodatga shunday bak mohir. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dediki, ularni sifatlab Abdullah ibn Abbas tarjimonul Qur'on, Hibrul umma, ummatning eng katta olimi. Qur'onning tarjimoni, Qur'onga tarjima qilib tafsir qilish Abdullah ibn Abbasning oldiga o'tadigan yo'q. Bu kishi shu Ali radhiyallohu anhuning ichidagi shu qo'lasidagi shu mujohid deb atalgan kishilar muavilan bo'lgan kelishim sulhida shu bir qanchalarni kelishimga o'rlashtirib mushlarning hukmi hisob degan ekan. Bu innal hukmu illa lillah degan tursa, hukm Alloh xos bandan hukm chiqarish buyurdi. Ali azdi murtad bo'ldi deb bular Kufaninki 3 kilometr yiroqdagi Haruriya degan yerga chiqib bular to'g'an. Buning soni 12 ming, ba'zida 16 ming deydi. Az emas soni. Bularning 3 ta ikkisi asos Qur'on yozilgan qori edi, lekin bilim yo'q. Bular shunda bo'lgandan keyin bular yerga chiqib ayrimchilar tiklab ashada o'ltirdi. To'g'anki Abdullah ibn Abbas dediki, Ali radhiyallohu anhu jazo yurish qildi bulga. Bu xavarij Payg'ambar alayhisalom degan. Bular ibodatni yaxshi qilib itoatni mushunacho yamaga kelganda qilmaydi. Dindan chiqadi degan. Mana mushunda bo'ldi hozir. Degandan keyin Abdullah ibn Abbas men berib uni qoyil qilmagan. Ya bormagan senimi bir narsaga fatvo qilib, sen yetib qilishni ansirayman deganki, yo'q men borim deb bir qancha sahobalar bilan Abdullah ibn Abbas borgan. Abdullah ibn Abbas ularni sifatlab dedi. Ular bilan munozirlash uchun kirdim dedim. Munozirlash uchun shu chidiga kirdim deyishkili. Oldin bakroq cho'manda ibodatda tirishchan kishini ko'rib boqmadim dedi. Ularning pishonlari sajda qilganligidan ba'zilariga iz ketgan. Sajdaning izlari ko'rinib turgan menda dedi. Qo'llari, putlari qiyomda turganlikdan da tugininki qo'yning aliqimida qetib ketgan, tapallarga o'xshab ketgan dedi.
Ularninki yüzlerin çaylardan keçisiş ibadet bilan qiyamda tug'anligi chiqib turdi dedi. Jundub ibn Azidi radhiyallohu anh dediki, biz Ali radhiyallohu anh yana chiqib shu ularninki lagerga bordik dedi. Borgandan keyin ularda bir xil shunday gong 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 bir ovoz bor dedi, yiroqdan kelib bosdiq dedi. Nima ovoz desanglar? Qur'on o'qiyotgan ovoz dedi. Bular ahli siyam, ro'za tutgan, namoz o'qiydigan, Qur'on tilovat qilib to'xtamay. Lekin bular normallikdan eshib ketgan. G'ulu bayatni degandek tashaddud mutashaddid bo'lib ketgan dedi. Bular bu mutashaddidlik islom qoidalariga uyg'un bo'lmaydigan ishlarni qilishga ilib borgan dedi. Bularninki aqllarimi, kallarimi ishlamaydigan darajaga kelib ketgan dedi. Bular oxir nima bo'lgan desa, gunohi kabir qilgan kishini kofir deydigan yer kelgan dedi. Masalan, bir odam zina qildi, bir odam aroq ichdi. Bu odamni kofir deb hukm chiqarib o'tgan. Asli unda bo'lmaydi. Ahli sunnat jamoaninki mazhabida halol sanamasa shuni. Zina degan halol, aroq ichdigan halol demasa, u kofir bo'lmaydi. Masalan, bir hadis bor. Bir mu'min yoki ayol zina qilmay, zina qilib qolsa, iymon uningda chiqib ketib tubida turdi. Ishning qo'li o'zgandan keyin shu iymon unga qaytib keldi deydigan hadislar va sahih hadislar. Demak, bularning ideologiyalari, aqidalari, fikrlari mushuncha nihoyatda xato mangan. Bular aqidasi taqvo demakchi. Allah saqlasin hamda. Hatto bular adidnashib, pakla mubolag'a qilib qanday qildi desa, bir gunohni qilgan kishi qilib qolsa, bu kofir, mushrik, do'zaxga kirdi bu do'zaxga deb bu mutashaddidlikni qilgan edi. Hamda bular dinning chegaralaridan chiqib ketgan. Dinning oliy maqsad g'oyalaridan chiqib ketgan. O'zininki ideyasiga uyg'un bo'lmagan kishilarning hammasini kofir qilib chiqqan deydi. Aramizda yo'q emas. Hamda Alloh saqlasin. Bu to'g'ri qildik deb taqvolik bilan mangdi, lekin bularning qilayotgan ishlari uyg'un emas. Nurg'unlagan buning oyatlar, hadislar var masalan. O'zining ideyasiga uyg'un kelmaganda ya kofir dedi, ya munofiq dedi, yoki murtad dedi. Bular anondan keyin shu o'zining kallasidagi ijtihodlar bilan qanday qildi desa, o'ziga o'xshamagan yo'l tutganlarningki qonlarni halol deb uni o'ltirdigan, o'limga hukm qildigan, masjidlarni portlatadigan, shunday ishlar bo'ldi-ku. Ballarni, ayollarni o'ltirdigan, nurg'unlagan menda vahshiy ishlar bo'lib ketdi misol. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Sahih hadisda halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un dedi. 3 qatim mutashaddidlar dinni ching tutib olgan, dinni o'zigacha ching tutib, o'ziga dinni bir jafo sifatida qo'llangan bu kishilar halok bo'lsin, vayron bo'lsin. Bunday kishilar Payg'ambarimiz bularga beddua qilgan edi. Demak biz bu yerda bu hadisni bo'lsa, inna hazad din yusrun. Bu dinga oson, nayt qulay. Vela yushadda din ahad illa g'alaba. Dinni hech kim chingitmaydi, hech kim uni pek kuchlantirib, men chingitib unda qilaman demaydi, deb qolsa din uni mag'lub qiladi deydi. Shunga dinning keng yerini keng tutamiz, ta yerini ta tutamiz. Bunun kim lazım? Ulamo lazım. Alim ulamo bunu tushundirdi, shundan gibi mujtahidning gibi hisob bo'ladi. Bunda qaraydigan bo'lsak, bu xavorijlikki, bu ideya to'g'alninki hozir uning sifati chiqdi. Hudasaul asnan, yoshlari va kichik. To'xtalgan odam yo'q. Bir 40 ni o'tgan odam yo'q masalan. Ya 50 ni o'tgan odam yo'q. Ya bilim o'qigan yeri yo'q. Sufahaul ahlam. Aqlicho da to'xtalgan bir odam emas. Shu darajada. Anda ching tutib bergandan keyin voy taqvo ekan, u biz qilolmaganini qildi deb vaqt oldinib ma'noga ish bo'ladi. Bu demak taqvolikni qilma degan gap emas. Bizning ideyamiz to'g'ri bo'lsa, ahli sunnat jamoani mazhabida bo'lsak, bu tahajjud o'qish, bu Ramazon tutish, bu bekatda ajr bo'ladigan ish. Lekin aqida ideologiyalik masala bu. Shu ang harakatga qo'mondonlik qildi deganimiz sabab shu. Engimiz chataq bo'lsa, harakatimiz xato bo'ladi. Demak bu xavorijlar, demak nadonlik bilan sifatlangan kishilar. Shunda qarasanglar, men kiyinish bo'lsin, men yurishtirish bo'lsin, tarixida diniy jihatda muntazam o'qigan tarix yo'q. Demek İslam dinindeki güzel tarafın bula set gösterdikken deydi. Demek bula İslam'ın çoğu hata düşünüp algan. İslam'ın ruhidin yaraklaşkan. İslam'ın güzelliği, müdül, İslam'ın çoğu
adillik tarafidan o'tirxonlikni yiroqlashgan. Nəhayət çunqurlaşıb axırıcı desa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm agahlandırğan, hətta ki bunda yolda mağmalı degan kişilərin qatarına kirib qalğan dedi. Endi taqvalıq barmı o desa, bar ko'rinishda. Qanday taqvalıq bu? Onun qarğulash taqvalıq. Bunun bilan ko'rinishda shunday go'zal zinatlandi. Bular jannatni tama qiladi. Masalan, ashula qanday desa, kafir, mushrik, murtad deb ash hadis degandek, yaqtuluna ahlal islam, yada'una ahlal awsan. Mana mavo sahih hadis. İslam əhlini öldürdü. Aşılam qılğan fətvaları, bəzi yerdə onu quduq, bunu quduq deganlarning qilayotgan qarasanglar, musulmonlarga qarshi harakatlarni qilgan shularga ziyonkashlik qilgan ahvollarni biz ko'rdik yoki angladik. Masalan, dinda bu chekni eshish bu kishini o chekni aşgan kishini to'g'ri bo'lgan bu dinning chegarasini chiqarib yetadi. Shunga dinda mutashaddidlik qilish, ashqullik qilish bu islomninki o'tirhal yo'l tutib menish degan prinsipga xilof. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayatni biz degandek sahih hadisda halakal mutanattin degan yana bunda mutashaddidlar dinni chingitib olganlar, bak o'zgacha chingitib hadisni ziyoda qilganlar bunda halak bo'lsin degan. Valen yushadda dinni ahadun la g'alaba. Dinni hech kim chingitmaydi, mutashaddidlik qilmaydi, qilib qolsa u din uni mag'lub qildi degan. Demak bu xavorijlarningki xato yo'lda mang'anligining isboti bu. Payg'ambarimizningki ko'rsatgan yo'ldan sirt yo'lda mang'an. Bu nihoyat qattiq qo'pol, o'xshamagan fikrdagilarga bunday muomala qiladi. Dincho kang qusoqlik bilan, osonlik bilan masalan yassira va la tu'assira bashira va la tunfira masalan osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar, xush xabar beringlar, yurikitib qo'ymanglar degan prinsipga xilof yo'l tutib manganlar. Demak bo'lamdi dinni qanday qildi? Payg'ambarimizniki sahih hadisda inna hazad din yusrun va la yushaddu din ahadin la g'alaba. Fasaddidu va qaribu. Bu din nihoyat oson, qulay. Bu dinni hech kim ching'itanmaydi, mutashaddidlik qilib uncha men ching'itaman, bek ching tutum demaydi, debli qas mag'lub qiladi. Shu ayında dinning sirtida ayında ba'zi mutashaddidlik qilsak, oxiri shuning o'zimiz mubtalo bo'lib qoldigan ahvollar bo'ldi endi. Payg'ambar sallallohu fasaddidu. Unda bo'lsa, sizlar to'g'rilanglar, to'g'ri yo'lda manglar. To'g'ri qilinglar, Qur'on hadisga o'tilanglar ishlaringni. Va qaribu. Endi bek to'g'ri qilinmag'da ko'p qas ashuni yaqinlashtiringlar dedi. Hem ikkinchi xil bo'lgan sut nima desa, dinni bilmaslik. Dinni tushunmaydi. Buni o'qigan tarixini surish qilsanglar, diniy jihatdan bunday muntazam bilim olgan tarixi yo'q chiqadi. Ya biratlar videoni ko'rgan, ya biratlar Uyg'ur kitobini o'qigan shuni olarlarkin hayajonlanib ketib, bir yo'llig'i minib oxirida akapar mushrik murtad deb, ya ko'rmaganda Qur'onning Uyg'ur tarjimasini o'qib, ma'nosini tushunmay, shuning bilan kishilarni ozdirib, o'zini ezib, gap kusta bo'la, masalan. Bular dinni tushunmaydi. Ve xavorijlarningki eng chong zina hamda mushu Allohning kitobi, Payg'ambarning sunnatini bilmaslik dedi. Uni xato tushunib olish, uni chunqur o'ylanmaslik. O Allohning elchisining so'zini o'z to'g'ri o'rniga tushirmaslik. Oyatni o'qiydi, oyat boshqa yerda, o'zi boshqa yerda. Uni olim ilmoli bilaydi, lekin turk machi bilimsiz kishilar bilan oyat o'qidayna, oyat degan ajoyib ta'sirli o'qiyapti deb qaraydigan ahvol yuz berdi. Mesela İbn Ömer radıyallahu anhuma ularni Allohning maxluqlarining eng eski, eng nachar kishilar deb qaraydi deydi. Bular hamda bir oyatni o'qiydi, bu oyat kofirlar 100% kofirlarga, mushriklarga tushgan oyatni mu'minlarga tatbiqlaydi deydi bu xavorijlar. Demak, endi biz burungi darslarimizni, da'vatlarimiz dedik, oyatni sababi nuzulini bilish, buni bog'lash lozim. Kimga, qachon, qayerda tushgan. Hadisni çoğurudlu ahadis kaçan, ne yüz bergen. Ayetini hadisini tefsirleş, izahlaş lazım. Bunu bunda kılmaydı deydi. İbn Ömer radıyallahu anhu bu mu? Kat sahabi, en bilimlik sahabiladın. Haruriyler hakkında, şu xavaricler hakkında sorulgan çağda, bular Müslümanların kafir kalıdı, kafir deyip qaraydı. Ularning qonlarini halal deb sanab, şu Müslümanlarga hücum qilib, Müslümanlarning murtadini tazlimasa qo'ymaydi ishimizin deb, kafirni qo'yib, tajovuzchi boshqa
100% kafirni ya ko'mgan chaqchu. Yahud nasaralını qo'yib nimaga? Tajovuzchilarni qo'yib musulmonlar bilan atlashdi deydi. Qallarni olsa sanaydi, mallarni olsa sanaydi. Andan keyin buningcha ayollarni, Allah sanagandagi murtad degan nikahlarga ayollarni shular iddatning ichida iddatni o'tkazmaylar turibchi nikahlaydigan ahvollar, agi burdigan yoki xaynimcha tigadigan bizning aramizdan bo'ldi bu ish, e'tirof qilmasak bo'lmaydi endi. Shuning buni agahlandırmasak, bo'lib ayol xonimlarimiz baka bo'lgandan keyin bular endi voy tavhid o'gitma, voy ani o'gitma, ma'ni tushundirma desa, ma'qul deb minib keyin astalam turib, eri ko'ziga murtad kafir ko'riniblardan bekunlam. Talaqni olib yakomganda ballasini tashitlam qochadigan ahvollar aramiz yuz berib qilib. Bu dinni tushunmaslik, bu xato tushuntirishning natijasi bu. Demek ayollar endi iddatni chiqarmay turib nikohlab boshqasiga eri bor turib, masalan. Mushunda kishilar hamda jazoga loyiq bo'lmay kim loyiq? Bular Allohning shariatini tushunmaydi. Başqalarni masalan bir arasida hukm qilg'izish ishini bularcha gunoh deb qaraydi. Kafir bo'ladi bundan deb qaraydi. Demek endi bular Ali radhiyallohu anhu nim qildi? Murtad dedi. Masalan, tövbe qilsin dedi. Ali radhiyallohu anhuning xavorijlar qilgan ishini bizning xatoga chiqadi. Ona bilba muhojir, ansor ashular. Allah razı bo'lgan, Allah memnun bo'lgan kishilarni unda deb aytmoqchi. Bularning e'tiqodicha bular sahobalardan bek bilimlik. Buning qarishi sahobaning qarishidan bek to'g'ri. Bunday holatda bular shu ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Mana bu nadonlikning o'zi. Buni eg'ir nadonlik, bilimsizlik ishlarning qatoridan qanday desa bular Abdullah ibn Habbab radhiyallohu Habbabni aratdi radhiyallohu anhuni uni ayoli bilan birga uchratdi deydi. Shu yerda xavorijlar ketyapti ekan, shu uchrab qoldi. Bular uning bilan bir qancha haqida munozirlashdi deydi. Anadan keyin u Osmon radhiyallohu anhu qanday qaraysa, Ali qanday qaraysa deb uning ahvolini so'radi. Demek o kishi o ikkisini yaxshilik bilan tilga olib maqtadi. Debdi ular uning nihoyat qattiq ochiq keldi-da. Ular unga tahdid soldi. Shunga bilanchi ular sen murtadkensa deblar Abdullah ibn Habbabni va uning ayolini o'ldirib dedi. Mana qaranglar, musulmonni o'ldirdi. Bular ayolninki qursiqinchi qilichlar birini uriblar, qursiqini busib etdi. Qo'sqini yerib etdi, shunlar o'ldirib etdi. Murtadni meni o'ldirdik, anan bo'lsa deb. Va ma'lum vaqt mangandan keyin Allohga bir zimmilarninki, ya'ni ahli kitobninki bir cho'shqisining yanida o'tdi-da, o cho'shqini aning birisi o'ldi dedi. O'ldigandan keyin ularni ichisi qilib bek ichib shop. Bu bir ahli kitobninki cho'shqisini o'ldirib qoldik biz. Bu xato qildik, gunoh qildik biz deb ular o cho'shqaning egisini, to'ng'izning egisini izladi va uni izlab tepib uni rozilik oldi. Uningki pulini to'lab berdi dedi. O'ylab boqinglar. Bir musulmonni o'ldirsa, fikri o'xshamaslik sababidan ma'ish qarsa odamningki bu xavorijdan kilabunlar, do'zaxning ishlari bo'lar. Bu cho'shqalar musulmonlardan bek hurmatlikmi? İslamni da'vo qilgan bu kishilarning qalasida. Bundan arasdan birisi shu keyingi vaqtlarda deb bergan, "Menda ish bo'ldi" deb o'zininkilikqa xavorijlikdan yangan kishiningki deb bergan gap bo'ldi. Demak endi bu bilimsiz kishilarning ibodat qilishi mana shunday bo'ladi. Havo havas shaytonning keyniga kiradigan gapda. Bir musulmonni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb turgan taqvo bir kishini ayolidan qaytib o'ldirib etsa, Osmon radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu maqtaganlik uchun, savunga qarshi bo'lganlik uchun uni taraf to'maganlikdan. Cho'shqining pulini to'laysa, uni egisini rozi qilsa, masalan. Shun xavorijlar o'zining iddiasiga to'g'ri ekanmi, uyg'un ekanligini hammasini kafir deb hukm qiladi, qonlarni halol sanaydi. Shunga ba'zi davlatlarda o'zining tog'isiniki bolalarni o'ldirib o'tgan, ba'zi masjidlarni akiriblamchi o'zini qo'shib bilib portlatgan. Avvalo bo'lib qolish xavorijlarning zini bu. Bularni bayqamasak, bularga diqqat qilmasak, bu ayol xonimlarimiz da'vatni jiq anglaydi.
intilib yaxshilik qilaman deb mengib, bular shunday holatda xato yo'lda menib qolgan ahvollar bo'ladi endi. Bular hamda mushriklarni o'ltirishni tark etib, musulmonni o'ltirish bilan aldirash. Mana bu ularning qalbi islom nuri bilan ochilmagan nadan kishilarning qildigan ishi. Bularningki beshi katta beshi bo'lgan ishga payg'ambar alayhisalom nima qildi? Raddiya berdi. Payg'ambar alayhisalomni o'sha zolim deb sifatladi. Adillik qilmagan gap zolim degan gapda hamda. Shunga bu sifatlar hamda bu xavorijlardachu ba o'zining gapini gap qilgan, qolganning gapini tinglamaydigan. Bu bilimsizlik degan bir nayt saqlaymas kasal. Bu o'z egisini vayron qiladi. O'zi his qilmaydi buni. Azra kitobni o'qiydi yoki videoni ko'rib bilan bo'lmanda olib ketdik, qanday olib ketdik deydi. Ko'rinish to'g'ridek tuyuladi, lekin u dil sizning aqlingiz, hissiyotingiz bilan bo'lmaydi-da u. Masalan. Bular ham itoatni buzadi deydi. Ibn Taymiyo rahimahulloh deydi, bularningki e'tiqodningki xatoligi. Xato qarish nima desa, shu hidoyat topgan imomlar, musulmon jamoatiga qarata bular deb qiladi. Itoatni darrov buzadi deydi. Bularni ozg'un, adil emas deb bularni sifatlaydi. Rafizlar, xavorijlar bular shu gunohi kibr qilgan, gunoh o'tkazgan kishilar neydi? Kafir deb qaraydi. Bular shu pedaqonasini bidat endi. Bu itoatsizlikni maydonga chiqardi, shundan musulmonlarning kuchi ojizlashgan gap. Ali radhiyallohu anhu nayt qiyin vaqtlarda bular ayrilib chiqib, ashunda xato bir holatda Ali radhiyallohu anhuga qarshi turgan endi. Tarixda bularning qo'ldan musulmonlarga yaxshilik kelgan emas. Şuna biz buni ham deb deyishimiz bu ulug' kunlarda oramizdagi xavarij idisdagi xonim qizlarimiz, xavarij idisdagi qarindoshimiz bo'lib qolsa, o'zini tekshirib beqish lozim. Bular o'zaro bir-birini kafir qildi, oxirida anodagi hujumlar, inqiloblar, ba'zi iniqliqi bir-birini o'ltirishlar bo'ldi. Shu gunoh qilgan sababni kafir qilish, uningki musulmonlarningki qonlarini halol sanash, mollarini halol sanash. Bularningki qilgan ish shu. Shu murtad, kafir deb avval ichimizni murtadni tozalaymiz deb musulmonlar bilan musulmon islom davlati deb qaralgan, musulmon davlat deb qaralgan kishilar bilan bular haplashib demoqchi. Shunga bu jihatda biz xavorijlarningki sifatlarini yaxshi bilsak, anadan keyin bu ideyaga hargiz yaqinlashmaymiz endi. Agar uni bilmasak biz qilib serishimiz mumkin, chunki ular taqvolik to'ni o'rinib, abal ibodatni bek qilib odamni ta'sirlantirib, do'q qalablar, ma'vasil pasiqkan, ma'va bek taqvo ekan, bu to'g'rimiz, kimning to'g'ri deb mang'adigan ahvol yuz berdi. Ular shunda lakincha dindamda biz to'g'ri yo'lda mang'diq deydi, boshqalardan ado-judo bo'lishni, munosabatni uzishni talab qiladi deydi. Anadan keyin ular shularga qarshi urush qilsak bo'ladi. Biz mush Allohning buyrug'ini biz qilgan bo'lamiz deb mang'digan bunday ahvol yuz berdi. Shu sabab ular Abdullah ibn Habbab buni o'ltirdi, ayolni o'ltirdi. Hech qanday sababsiz. Faqat ularning idisiga uyg'un gap qilmaganlikdan deydi. Bular hamda ayollarni, bolalarni o'ltirdi. Masalan, bular başından o'xshash murtad deb. Bularningki eng chong eziq sabab bo'lgan narsa Qur'onni xato tushunish. Uni Qur'onni yaxshi o'rganmaslik. Ular Qur'onga qarshi turmaydi deb ma'maydi. Faqat Qur'onni xato tushunib olganlikni, shu Qur'onni xato tatbiqlaydi demoqchi. Taqvo mu'min bo'lmay qolsa, u kafir, do'zaxda mangu qoladi deb qaraydigan, buningki bunday bak pichiq ishtik demoqchi. U Allohning hukmi bilan hukmini g'ayrilan hukm qilgan deb hisoblaydi. Masalan, Osman Ali radhiyallohu anhu shundan sadaqat mulklar bilan tug'an kishilarni shunday mu'min emas deb qaragan bo'lar. Chunki Allohning tushirib berganini g'ayrilan hukm qildi edi. Boshqalar hukm chiqarib chiqarsin, bizni ittifoqlashtirsin degandan innal hukmu illa lillah, hukm faqat Allohga ham xos degan. Bu oyatni xato tushunib, ashni tatbiqlab, aketlar, buni ezib ketdi degan.
Bularning kelmesidan Qur'onga o'xshamaydigan yo'l tutib qolsa, ya amal bilan yoki bir ko'z qarash bilan, demak u xatolashdi, kofir deb qaraydi dedi. Osman Ali radhiyallohu anhu bularni uchun shunday degan demakchimdi. Şunlar uning qonlarini, mollarini halol sanagan, masalan. Bularni haqida kelgan nayt ko'p hadislar bor. Bundan endi biz qisqacha to'xtalib o'tgan bo'ldik. Demak, endi bular Qur'onni xato tushunadi, Qur'onni o'rganmaydi, muncha muntizimcha bilim olmaydi masalan. Bilimsiz qarasang, gap bak cho'ng. Anandan keyin bular boshqalarga ta'nin qilg'ili, boshqalarni ozg'unga chiqarg'ili oldiraydi dedi. Xavorijlarning eng chong sifatlari bular mana. Ularga nisbatan adolatdan chiqib ketdi, adil emas deb keyindan gap topadigan, to'g'ridan chiqib ketgan, to'g'ri emas, to'g'ri qilma dedi. Bu sifat hamda Zulxuvaysirda Payg'ambar alayhisolamga qilgan gapida aniq namoyon bo'lgan. Ashu ya Rasululloh deb turib, ey Allohning elchisi deb turib, adillik qil. Dedi-yu, Zulxuvaysir o'zini nayt bek taqvo hisoblaydi. Payg'ambarimizdan bek taqvo. Payg'ambar alayhisolamga zulm qilgan, adolatdan chiqqan deb hukm chiqadi ko'ngilda. Mana bu sifat hamda tarixda xavorijlarda eng ko'p ishlatilgan. Boshqalarning adillik qilmadi, to'g'ri qilmadi, dinni to'g'ri tatbiqlamadi deblar menib qolgan dedi. Yana birisi bo'ldi, nima desa, bular yaman guman, so'zdan, yaman o'yda bo'lish. Mana xavorijning yana bir sifati bu dedi. Zulxuvaysirninki shu payg'ambarimiz qilgan muomalasidanmi bu chiqib turdi. Ixlos yo'q bo'ldi. Dediki shada Alloh bilan qasam bu taqsimotda odillik bo'lmadi. Buningla Alloh rizoligim ko'zlanmadi. Taban fitna taqib gap qilgan. Bu xavorijning sifati. Bunun o'zi nadan bo'lmasa, payg'ambar alayhisalom qilgandan keyin Allohning elchisiga itoat qiling degandan keyin atiyulloh va atiy rasululloh minkum Allohning elchisiga itoat qilinglar. Atiyulloh va atiy rasul. Ikkisi itoatni bildi dedi. Ular minkum desa yo'q. Allohning elchisiga shartsiz itoat qilamiz, lekin ular amr desa buni Alloh ular amr deganda ishigili degandan sening ichingdan chiqqan degan ekan, shunda xalifalar, davlatning alboshlari, musulmon bo'lsa alboshi, harbiy qo'mondonlar, olim ulamolar hammasini tafsir qilib shuning uchun ilm tafsirshunoslar degan. İctimai jamiyat olim ulamoga itoat qilamiz, uning gapini anglaymiz. Lekin mayli davlatningki rais bo'lsin, xalifa bo'lsin, kim bo'lsin, qo'mondon bo'lsin, la ta'ata li maxluqin fi ma'siyatil xoliq. Maxluqqa Alloh osiyat qilishga itoat qilishga bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Bular bilimsiz o'g'aloqni xavorijlik qanday qildi desa, Payg'ambar alayhisalom shu boy kishilarga g'animatni taqsim qildi. Namratliga bermadi vaqtda, ma'lum bir hikmat bor uningda. Demak, bu ishlarga nihoyatda chidab turolmadi endi bu adolatni yoqlig'isi kelib ketdi-da. Buning hikmatini endi keyin payg'ambarimizmi tushundirdi sahobalarga. Masalan, yaxshi o'yli bo'lgan bo'lsa, Allohning elchisi binasini o'yil degan bo'lsa, bult tasli. Buni Zulxuvaysir buni unmadi. Yomon gumon qildi, o'zininki shundoq kasal xarakteri bilan hukm qildi. Demak, bular muyinda holatda yomon gumon bilan hukm chiqarib yetdi demakchimdi. Anandan keyin bular endi musulmonlarga nihoyatda qattiq qo'l. Masalan, xavorijlar musulmonlarga qattiq qo'l bo'ldi. Nihoyat rahimsiz keladi. Bular musulmonlarning qonlarini olsanaydi, mollarini olsanaydi, yuz obro'larini olsanaydi, ularni qo'rqitdi, ularni o'ltirdi. Islom dushmanlari kelsak-chi desak, butparastlar, xristianlar, tajovuzchilar, mushriklar, kommunistlar bular kelgan chaqda bularni tark etdi. Bularga uchun nisbatan azab emaydi deydi. Bu xavorijlarningki tarixiy ni varaq qilsak, bu nihoyatda jiq ishlar bo'lgan, hozirdan bo'lyapti masalan. Hozir mana ba'zi yangidan qo'ygan islom davlatlari ashalaga berib, bunu to'g'ri qilmadi, onlar hamkorlashib, mana bunday qil deb o'ltirib, o'zining kaldisida gap bo'yicha uni o'limalardan so'rab, bunda qanday to'g'rimi, xatomi demay, shunda bombani olib portlatib, bu cho'ngish qilgandek qilib, andan keyin uyaning muqimligini buzib qilayotgan ahvollarmi bor.
Demek xavarijlarninki muomalasi hamda 5 payg'ambarimizga indaqcha odillik qilmading deb boshlangan bo'lsa, o'tirisi Ali radhiyallohu anhuninki vaqaligi bo'lsa, andan keyin Abdullah ibn Habbobni o'ltirish, ayolni o'ltirish bo'lsa, demak xavarijlarninki musulmonlarga qilgan muomalasi shu rahimsizlik, qattiq qo'lliq bu davomli bo'lgan endi. Kafirlarga kelsak-chi desak, nihoyat muloyim. Masalan, bunda holatda bo'lgan. Aslida Alloh subhanahu va taolo dedi, Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'ul kuffar, ruhama baynahum dedi. Muhammad alayhisalom Allohning elchisidir. Muhammad alayhisalom bo'lgan mu'minlar kafirlarga nihoyat qattiq qo'l, o'zaro bek mehribon degan. Ikkisi bo'lib qoldi hozir endi. Musulmonni ko'rsak qattiq qo'l bo'lamiz. Kafirni ko'rsak endi qo'rqish pangishib nihoyat ularga nisbatan rahimli bo'lamiz. Kafirlarga tajovuzlik havas qilamiz. Shuni bir doğru vasak nihoyat ko'nglimiz xushib ketadi. Bu daraja bo'lib ketdik endi. Şu an biz bu cihatta nihoyat diqqat qilsak bo'lardi. Yana bir oyat Allah subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatna alal munafiqina lil kafirin dedi. Yücahiduna fi sabilillah ve la yakhafuna lawmata laim. Sura Maide 54-oyatda. Ey mu'minlar, sizlardan kim o'zining dindan yansa, murtad bo'lsa dedi. Alloh taolo ularni yaxshi ko'radigan, ular Allohni yaxshi ko'radigan bir qavmni Alloh ekildirdi. Şu biz yaxshi amal qilsak, Allohning rahmatiga erishamiz. Alloh bizga barakatni texim ko'paytirib turadi. İşimizni texim o'ngshab turadi. Agar biz eski bo'lsak, Alloh bizni olib ketib, bularning bir sifati bo'lsa, mu'minlarga nihoyat xor, to'nchilik bilan turadi. Kafirlarga nihoyat cho'ngchilik bilan, nihoyat o'zini g'urur bilan turadi deydi. Bularning yana bir sifati Alloh yo'lida jihad qiladi. Boshqa yo'llarda emas. Allohning dinini deb, Allohning qonunini tatbiqlash, ijro qilish uchun islomiy bo'lgan o'zining yurtlarini tajovuzlardan qutuldirish uchun harakat qildi degan bo'ldi. Bular bala yaxafid lawmatlaym. Malamat qilishning malamatidan, aybligining ayblidan ansirabmi qolmay, qo'rqib qolmay, andamish o'qib ekan. Olim ilmolning keyinga qismi ilm olim. Allohning elchisining keyinga qiladi, mening keyinga gap qildi deb qo'yib mengaverdi masalan. Demek ki Allah mı bu bendilerine nispeten azim edi. Peygamberime azim edi. Allah'ın elçisi azimiz biz ne mi? Hiç ne mi biz? Onda gap degen buludu, töhmet degen buludu. Men evelsek oldu yolumuzga. Koşkuğunun ağırı olmasa tavız işten kokma degen bu işimiz lazım. Xavariciler buna bu ayetin eksi tətür düşen deydi. Demek Müslümanların korktudu. Onu nahit yürgalda kıp koydu. Bana bu xavaricilerin süpetler deydi. Şuna bazı olununki yeni bir süpetleri hata, qarashlar xavaricilik mesela. Nurgulluğan idealleri Kur'an hadisga qarshi holatda bo'lib mangan. Mesela. Gunoh kabira qilgan gapni kishilarni kafir qiladi mesela. Xavarijlar shunday. Deyozat menga qoladi deydi. Bular aytilgan oyatni nima qiladi? Xato holat tushunib olgan mesela. Şu an biz hem demiş xavarijlikninki zihni jiq tatdık, burunmuço, xalqimizmi nim qilgan, tatqan. Ondan burunço, hatta ki sahabalarım tatdı, sahabaların keyindikilermiço tatdı. Biz bunun nispeten hem de bayrağımız rüşen alayda qarşı turuşumuz, bulardanço agah buluşumuz lazım. Bular dinden chiqirma, dinga amal qilmang deb kelmaydi. Dinni bekçing tutib, nayt yaxshi Peygamber Aleyhisselam'ın sahabı tutmağa yolu maqsa qildi. Deb mağdu axirista ular gunoh kabira qilgan kishini kafir deb chiqadi. Mesela misal qilsak, Sura Hujuratning 9-10-oyatlarda ve in taifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat itahuma al-ukhra faqatil lat tabghi hatta tafiya ila amrillah dedi. Egarchi mu'minlarning ikki guruh urushib qolsa, qurolliq urush degan gunoh kabira bu. Fa aslihu baynahuma. O arasını ıslah qılan dedi. Muşun o'zida mu'minlarning ikki guruh mu'min deb atadi Alloh taolo. Demak, urushib qolgan kishimi qurolliq urushsimi, bir-birining qanini to'ksimi nima? Mu'min bu. Halol sanasi ayrim gap. Mushuncha ular kafir deb qaraydi xavarijlar. Agar birisi ularni yana birisiga shunday zulm qilsa, haddan eshib tajovuz qilsa, zulm qilgan, tajovuz qilganga qarshi esilchi.
Allohninki shu kitobiga, payg'ambar sunnatiga qaytqishlik ulug'i yavaşninki mazmunning tarafida turib, ular qarshi turinglar dedi. Agar ular qaytib kelsa, orasini isloh qilinglar, odillik bilan dedi. Shu mu'minlar jo qarindosh. Buning uchun diqqat qilishimiz lozim. Biz ham diqqat qilmay, o'zimiz-o'zimizcha shunday qirib, o'ltirib, bir-birimizni sukab, ayblab, ani murtad, kafir, munofiq desak, lekin dalil pokitlik bo'lsa, masalan, aramizdan chiqqan ba'zi ozg'unli va hadis inkorchilar deymiz. Bularga bu yerdan gapimiz butun olim ulamolarniki buning dinsiz, zindiq ekanligiga to'liq fatvolar chiqarlik. Chunki ular namozni inkor qilib, o'yni qo'shiq bo'lgan narsa. Nurg'un narsani inkor qilyapti masalan. Isro Mirojni inkor qilib, Qur'onni bani inkor qilsa, kafir bo'ldi shu. Bu ahli sunna val jamoatniki qarshi e'tiqodi. Shuna bular qarta biz nəhayət aniq meydanımızda turishimiz lozim. Bular sal qarmasligimiz lozim. Sal qarab qalsaqlam biz shu oxirida o'zimiz bilib bilmay xato yo'lga kirib qolamiz endi. Shunga biz nasihat qilishimiz lozim. Peygamber Aleyhisselam degandek din nasihat, din degan nasihatdir, kuyinishdir, samimiylikdir. 3 xil holat tarjima qilib buni. 3 qatim degan payg'ambar. Kimga desa Allohga, Allohning kitobiga, Allohning elchisiga, musulmonlarning imomi, yo'lboshchilariga, ularning hammasiga deydi. Aşıq samimiy bo'lish lozim. Kitobga samimiy bo'lish, payg'ambarga samimiy bo'lish, musulmonlarningki yo'lboshchilariga samimiy bo'lish. Hammasiga samimiy bo'lsa qildi. Ular nasihat qilsa qildi masalan, ayrim holatda. Shunlashqa bularningki hamda nurg'ulg'an xatoliklari xavorijlarniki. Buning nisbatan biz bularning xatoliklarini kuchimiz yetishcha tushuntirib qo'ysak bo'ldi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna akramakum indallohi atqakum dedi. Sura Hujuratning 10-oyatda. Haqiqatan eng hurmatga sazovor jannatlar mukofotlanadiganlar Allohning dargohida eng taqvoringlar. Ya oliming demidi, ya boylaring demidi, ya boshqa demidi, eng taqvo Allohning kim baq qo'qsa, demak bilim bo'lsa, innama yaxshallohu min ibadihi ulama shu. Allohning eng qo'rqadigan eng taqvosi o'lim oldi dedi. Peygamber Aleyhisselam nima? La fazl li arabin ala ajamin illa bit taqva dedi. Arabning ajamga, ajamning arabga hech qanday bir ortiqchilik yo'q, faqat taqvolik bilan dedi. Endi bir samayn ummira alaykum ibn habashi mujadda'ul anf masalanchu. Fasma'u wa ati'u ma aqam bayna fikum kitaballoh dedi. Demak, endi sizlarga bir qari qo'l, qartillik. Buni shu kesirtilgan yo'q masalan. Ba'zi hadislarda ham 5i üzümchilik bayında eng kirimsiz müdavə kishi qumandan qilinsa saylab chiqilsa, uni gapini Allohga itoat qilinglar. Allohning kitobini orangizda ijro qilgan muddatcha deganimdi. Demak, endi nurg'ulg'an hadislar bor. Biz buni o'zimizning hayotimizga nima qilishimiz lozim? Tatbiq qilishimiz lozim. Shunga biz bu xavorijlarningki idisiga qarta qattiqcha qarshi holatda maydonda turishimiz lozim. Xavorijlarning sifatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Zulhuvaysirni ko'rsatib turib, bularningki o'qigan namozi, ro'zasi, Qur'onni qarab o'zingni kemisizlar. Bularning iymoni bo'g'izni o'tmaydi. Xuddi o'qiya ashunda o'din chiqqandek kuchli aytilgan o'qiya. Qon bir narsa yo'qmay chiqib ketdi, shunga o'xshash iymon bo'luncha chiqib ketdi. Iymon so'p ketdi degan payg'ambarimiz. Shunga biz bu jihatda o'zimizni hamda naytdi tekshirib turishimiz to'g'ri keldi. Xavorijlik ideyasi bu xato ideya. Bu degan amal qilmagan biz amalni yaxshi qilamiz. Amal qilmasak bo'lmaydi, lekin bu shunday ideyani ko'tarib chiqib turib, kishilarni ozdirib, Qur'on hadisni yiroqlashtirib, bu nima maqsadga erishmoqchi? Jamoatni parchalab. Bularni o'qigan tarixiy yoki bilim bo'lgan bo'lsa, bu gapni hargiz demaydi bular. Hargiz unday qilmaydi masalan. Shunga biz bularningki nayatiliqi yiroqni o'ylanmaydigan kaltipam bularning hamda sifatlarda
hudasaul asnan yoki ahtasul asnan deb yeshi kichik yoki bilimi az degan bo'ldi. Bunga diqqat qilsak bo'ladi. Yeshi kichik aytda bak da'vatchi yoki masalan fatvo qilgan ish bo'lib qolsa-mi, sal to'xtalganroq olim ilmonninki qarshi bu to'g'ri chiqadi. Subhaul ahlam dedi shunga. Nayetliqi Yiroq Muhammad ahmoq. Nasini tushunilmaydigan. Bular yaquluna min qavli xayril bariya dedim. Bu yer şahidki eng güzel, eng ulug' so'zlarni qiladi dedi. Buning deydigan gapi bak ulug', bak cho'ng gap qiladi bular. Bularning gapi adam qarasa o gapga hayron qolasiz dedi payg'ambarimiz. Lekin bo'licho oxirida üzüm azudu, boshqa nima qildi? Azur demdi. Shunga bularga nisbatan biz aniq tekshirsak, atrofimizga qarasak, aynan kishilar bormi yo'qmi? Bunga o'zimiz bir qarab chiqishimiz lozim. Sahobalarga til tekkizgan sahobalarmi yarimgan bo'lgan. İmanni haqiqiy ravishcha tushunmagan bo'lar. Bu kishilarni biz bilib olishimiz lozim. Bu kishilarni tunib olishimiz lozim. Anan dekincha bo'lar. Nayette aramızdan da yıldız atanmaydı. Yıldız atanmagandan keyin bular astalan nima qiladi? Bizdan yiroqlashdi, yetim qoladi. Agar ular yetim qolmasa, yana boshqalarni texim ozdirib, to'g'ri qilib demaman deb mangdigan manda ahvollar yuz berib qoladi. Şuna özümüz ayet yuqur dedik. Mesela Qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala allazina zalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Şuna biz amal jat eng ziyon tortgan kishilarni sizlarga deb beraylikmi, xabar qilaylikmi deganda, bularning hayot dunyoda amal uchun xato ketgan, bular ishni to'g'ri deb o'ylagan, to'g'ri deb hisoblab olgan dedi. Manda ola to'p qolsa bo'lmaydi dedi. Bular qarta xavarijninki misolni payg'ambar alayhisalom dedi, dindan chiqib ketadi bo'ladi dedi. Xuddi o'qiya o'din chiqqandek. Masalan, ular endi dindan qaytanmaydi. Bular ne topsanglar o'ltirang degan buyruq mu bor payg'ambarimizning. Hokimiyat bo'lib qolsa, bularni o'ltirish, sulash. Shu bularga nisbatan rahim qilish bo'lmaydi. Shu bularga hargizcha yo'l qo'yish qo'ymaydi. Yo'l qo'ygan amallarga chataq chiqadi. Ular Qur'onni o'qiydi. Ya Qur'on o'qimagan bo'lsa, fasik deb hukm qiladi. Bu Qur'onni o'qib turib, endi kishilarni azurdiganlar. Mislan. Hattoki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu qildi, hayron qoldi. Bular inil hukmu illa lillah amara illa ta'budu illa ya deb Ali radhiyallohu anhu bu oyat bormi yo'qmi Qur'onda deb badi Ali radhiyallohu anhu. As buni nima amal qilmaysa debdi. Bu oyatning o'zidan sen degan mazmun chiqmaydi. Sen xatolashding bu ish deb Ali radhiyallohu anhu kalimat haqqin urida bihal batil degan. Haq so'z bu deganing, lekin muddaoying batil. Maqsad becho batil maqsad qilingan. Bu to'g'ri emas dedi. Sahobalar tushunimiz, biz tushunamiz masalan. Payg'ambarimiz dedi ya bu hadislarni oxirlashtirildi Ali radhiyallohu anhu hadisini. Sahih muttafaqun alayhis. Sayakhruju fi akhir zaman qavmun dedi. Oxir zaman bir turkum kishilar chiqadi. Xuddi tunigan bizga deb qo'yib ketgandek payg'ambarimiz. Ya hozir da'vat qildiklar. Ahtasul asnan yashri kichik. Tahiyash. Sufahaul ahlam. Ularga pishib yetilmagan. Aqlicho tahi yerim. Yaquluna min khayri qawli bariya. Yer shahidlik eng isil eng ulug' so'zni qildi. Uning davosini anglaydigan bo'lsa, adam oylik ketadi. Mundadilning bak aran teftim bu go'harni deb ma'nodan gap. Yaqraunal Qur'an la yujawizu hanajirahum dedi. Qur'onni o'qiydi, Qur'on ularning bo'g'zidan o'tmaydi dedi. Yamruquna minad din, dindan bular chiqib ketadi, kama yamruqus sahminar ramiya. O'q nimadan? O'din chiqqandek. Ya ba'zan olimlar buni o'qiyadin debdi. Chiqib qanday bo'lmasin, tezlik chiqib ketadi demoqchi. Fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Ularni uchratqanda o'ltiringlar. Shunga bir xavorijlik rahim qilsa, ba'zi davlatlarning igizga so'p ketishi, muqimsizlik qilishi endi
Peygamberimizin nimasi? Bu buyruq bu. Ularni o'ltirgan kishilarga alohida ajr mukofot va qiyomat kuni degan. Buniki dinni bilmasligi, bilmagandan chalmul odam o'ltiradigan baka gap emas. Shunda fatvo qilib yoki xato ish qilib oxirida kishilarni tuyuqlarga yetaklab qo'ydi demoqchi. Biz endi xavarij deymiz, rafiz deymiz, murji'a deymiz, ilmoniy deymiz, demokratchi deymiz. Ashuni yo'lning hammasidan bizcho o'zimizni qutqiza olsak, anandan keyin fastaqim kama umirta degan oyatga amal qilgan bo'lamiz. Bo'lmasa endi o'zimiz cho'ng ish qilgan bo'lib, to'g'ri qilgan bo'lib, o'zimiz ashunda faxrlanib oxirida xato yo'lda menib qolamiz qarindoshlarimiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarni bunda xavorijlik idisdan, murji'a aqidasidan, idisdan, ilmoniylik fikrdan, demokrat va boshqacha fikrlardan bizni ideyadan, loyiqlikdan saqlasin, kommunizm idisini saqlasin. Qur'on hadisni salaf solihlar, sahobalar tushungandek Alloh bizni muvaffaq qilsin. Mushu so'rin yig'ilgandek oxiratim jannatli firdavsda birga o'g'li nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo 2 yil dunyoda bizlarni aziz qilsin. Laylatul qadr kishga bizni Alloh taolo muyassar qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.